Assalomu alaykum hurmatli dehqon akalar, bog'bon akalar va fermer akalar. Yaxshimisizlar? Mana Xudo xolasa bitta 18,5. Bitta, qaranglar. Bu yerda suv yetmayapti. Mana shunday katta kanaldik. O'sha to'xtashdan haqida to'xtadi o'sha. Mana shu oqay turganini ko'ryapsizlarmi? Nasoslar olyapti. Bittasi 18,5. O'tgan yili qo'yib berganmiz, bu yil kirchatkalarni qo'yib, yana qaytadan joyiga qo'yib beryapmiz. Monosi 15 kilovat. Bitta 18,5, bitta 15 kilovat. O'rtalariga flyans qo'yib, ya'ni uzib, qishda olib ketadigan qilib, mana shitlarimiz ham xudo xolasa joy-joyida. To'klar ham zo'r ekan. 239, 239, 238 bir xil ushlanishda ishlayapti. Bu tomonidagi 15, bu tomonidagi 18,5, 200 diametrda, 219 diametrda. Bunisi 400 tonna, bunisi ham 400 tonna, ikkalasi ham bir xil. Bu 2015 kilovat, 2025-yilda kelgan nasos, mana bu yil kelgan nasos, bu 2022-yil kelgan nasos, 18,5 kilovat. Lekin kirchatkasini o'zimiz tayyorlatib, yangi qilib qo'ydik. Suv chiqarishini ko'ringlar. Mana. Suv chiqarish xudo xolasa 15 kilovatga, mana 1 metrga o'tyapti. Bu esa kirchatkasini qo'yganmiz 18,5 kilovatga. Nima deyapti? Suv. Xo'p. Ikkitasiniki ana shu bag'ida mana truba bor. Shu ariq shallib toshib ketadi yaqinda. Mana bir lotok suv. Chiqarishini ko'ryapsizlar. Xudo xolasa. Ashtonash bug'doylarda 36 gektar bug'doy bor ekan, shu yerga endi mana shu ikkalasini o'rnatishadi. Mana suv. Turba mana, klon. Latok to'lib oqayapti mana. Hozir toshib ham ketadi, yetib borgandan keyin. Xullas, juda ham yaxshi. Amperlari bittasi. Hop. 35. Bittasi 38,5 olyapti mana. Bunisi 35 olyapti. Uji jo'ra onasini o'chir. Monasini. Musor to'ldi. Ha. Pastag'ini bos. Mana endi qaranglar. Shu joyida bitta narsani ko'rsatib o'tib ketamiz. Ana ko'ryapsizlar? Suv orqaga qaytyapti. Mana. Suv pasayib qoluvdi hozir. Endi qo'shimcha suvni orqaga qaytardik. Mana. Ana qanaqa o'zgarish bor. Ana, ko'ryapsizlarmi? Suvni orqaga qaytarganimizda o'zini o'zi tozaladi mana. Musor kirib qolsa. Xudo xolasa zo'r. 15 kilovat ham, 18,5 kilovat ham dadil suv tashayapti. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Aytgancha narxlarni aytib o'tib ketay. 120 ming so'mdan turib. Hurmatli tomoshabinlar, xo'p, bittasi 15 kilovat aytdim. Bagi tagi polni kovlatish kerak deb aytib qo'ydim. Kovlatanlar xudo xolasa kabellarni ulab, suv yetishmayapti. Mana nasosga suv yetishmayapti. Hop, inshaalloh 120 ming so'mdan 1 metr turbalar, ya'ni volkrasiz Sirdaryo viloyatiga Gulistonga yetib keldi. Flyans-larimizni ham 130 ming so'mdan olganmiz mana ularni. Pashti 225 ming, 200 ming atrofida oldik. Bolgaykalarni ham qanchaligi aniq esimizda emas kilogramga. Shitlar 2 million 300 ming so'mdan bir donasi. Faza zashita voltmetr hamma narsasi joyida. Hop. Yana bir bora suvni ko'rsatamiz. Xullas zo'r. Amper kuchlanishlari ham zo'r. Mana вообще bundan da zo'r. Mana ko'ryapsizlar a? Hop, bu tomonga to'lib ketyapti. O'ta go'zal.